Assalomu alaykum Bag'dod Abdulla aka. Aleyküm assalom. Aldı bilan sizdan so'rab baksam, hozir jamiyatimizda nurg'ulg'an yosh yozuvchilar yoki shoirlar yetishib chiqyapti. Undaqda shu yosh yozuvchilarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Ulardan kutadigan qanday umidingiz bor? Rahmat. Edebiyat bu intayin muhim bir janr, tür. Bu üzülmez bir ekin. Üzülmez bir ekin. Bu to'xtab qolsa bo'lmaydi. Davomlashmasa tekin bo'lmaydi. Endi ala bu kun kelganda bizning edebiyotimiz zo'r darajada taraqqiy qildi. Prozum shundoq, she'riyat teg'im shundoq. Nihoyat yaxshi bir ahvolda. Yoshlar nisbatan aytgan vaqtda biri ügünüş. Endi bunun yeni kirishganda bunun mayli proz bo'lsin, mayli she'riyatda bo'lsin, mashq intayin muhim. Mushu jarayon ham bo'lib qolsa, iz baqida oxiri kelganda samanlıqda to'xtab qoladi. Men endi bu jihatda 38 yil o'qituvchilik qildim. Mening kasbim o'qituvchi, men buni bakkiz qilman. Ba'zida edebiyat bo'libmi she'riyatda nazariya o'rganmasa bo'laverdi deydi. Gap undaq emas. Men 12 yosh vaqtimni tatib shu she'riyat ko'rsa kirib qopman. 60 necha yil oldu. Bu ahmoqona gap. She'riyat bütün dünyadaki bilimlerinin cevheri. Adette insanın kalısı kuruk. Bu kuruk kalı olan eser yaratman değişinin özü bilmenlik, ahmoqonlik bu şundak. Qancha ko'p o'rgansa, qancha ko'p o'ylansa, tadqiq qilsa, mashq qilsa, uningdagi o'zining yo'lini topalasa degan gap nima desa, uslub yaratilsa bo'ldi. O'shundoq. Men nurg'un odamlarni ko'rdim, hatto o'qituvchilar bo'ldi. Biri mesela nerede desa, mashqda ko'rildi. Mashqni bo'sh chaqlaydi. Yo'g'on gaplarni qilaman dedi, yezib baqidi. Oxiri kelganda u mu yo'q, bu mu yo'q bo'lib qoldi. Boshida. Undan keyin ügünüş. Menden burun matemini kim yazdı? Bu özümüzle emas, dünyavi sahada. Mesela deniz dese biz mi yazdık, köylüler mi yazdı, köylüler mi yazdı? Aslında şu jarayonda şu chet elning deyli shoirlari mushu temini qandoq yo'ritdi degan masala. Endi men dengizni yozaman, men qaysi jihatda dengizning xosiyatini, xususiyatini, aloyidligini, go'zalligini aks ettirman degan. Bu bek muhim. Masalan, Rossiyadan Pushkin katta shoir. Pushkin dengiz to'g'riliq jiq yozgan. Uning dengizga degan she'ri. Elvida zo'r qudrat asav g'alayon deydi. Elvida zo'r qudrat asav g'alayon. Buni o'zbekchaga kim tarjima qildi desangiz, Mirtemir degan bir shoir o'tgan, shu tarjima qildi. Endi bu she'rni Mirtemir pishqan shoir, klassik shoir. Mushu she'rni yana o'zga bir tarjima qilsa, elvida zo'r qudrat asav g'alayon degan gap bo'yicha yozolmaydi uni. Masalan, yana bir misol keltiray. Masalan, siz tarjimon deydi. Pushkinning she'rini, o'sha she'rni
20 yaş vaqtingizda bir tarjima qildingiz, 40 yoshda bir tarjima qildingiz, 60 yoshda bir tarjima qildingiz. Bu tarjima nusxalar hargiz o'xshamaydi. Shundoq. Uni tushunish, uni ifodalash, shuningdek uni shu millatning, o'zingizning millatining til odati bo'yicha, til odati bo'lgandan balog'atga yetgan darajada tarjima qilish kerak. Shundoq. Hozir endi bizda jiq she'rlar tarjima qilinadi, dunyo she'rlari tarjima qilindi. Ben varaqlab ko'rib baqman. Tarjima bo'ldi. Lekin maya dedim, til balog'ati yo'q. Bu bir masala. Yana bir misol keltirib beray. Masalan, Qizil vaqt kuchish, suv bo'yida degan romanlar tarjima qilindi. Shungachilik bizning universitetda o'qituvchilar va Xanzo o'qituvchilar, ustozlar bular bir umr Uyg'ur tili kasbi bilan o'qitish elib borgan professorlar. Mushun tarjima qilish boshlandi degandan keyin bular raskatni qildi mana. Buda lavsha. Biz Mao Xansolarning buyuk asri Uyg'ur tilining kuchi qurbi yetamdi, ifodalab beralamdi degan endi ma chiqqandan keyin Xansochilar selishtirib baqdi. Ma Uyg'ur tarjimasining saviyasi Xansochidan allaqachon eshib ketgan. Endi Uyg'ur tilining go'zalligini butun dunyo bilsa, inglizcha o'rganmay Uyg'urcha o'rganadi dedi. Shundoq. Bizning tilimiz nihoyat zo'r darajada ulug', mukammal, tarixiy, shuningdek obrazlik ifodalayotda yegan til deyishkin bo'ldi. Masalan, bizning xalq qo'shiqlari. Masalan, she'riyatda takror bor. Buni xalq qo'shiqlaridan ko'rganda bu takrorlikni bizning shu emgakchi xalqdan boshqa, shunday ijodkorlardan boshqa hech kim qilolmaydi. Hatto shoirlar qilolmaydi. Masalan, Qumul qo'shiqlaridan, lirik qo'shiqlar, muhabbat qo'shiqlaridan misol keltirib beraman. Qishing qat-qat, ko'zing qat-qat, qosh ko'zing qat-qat, qosh ko'zing qatligidan suyarimiz pat-pat. Olti yedi qat-qat. Bu shundoq tabiiy ravon, buni yasabmı bundaq chiqarilmaydi. Shundoq. Yana bir misol. Yolg'izim, yolg'iz terekning tüyüde yatırmısınız? Ming tikanning dardini bir gul uchun tatırmısınız? Bu lirik qo'shiqlarning saviyasi bak yuqori. Men Markes yosh vaqtida Jenny degan bir qizga oshiq bo'lib qoldi. Shuning hurmatiga bu Germaniya qo'shiqlarini yig'ib bir tom qilgan. Men uni ko'rib baqqandim. Selishtirib baktım. O qo'shiqlar qaraganda bizning qo'shiqlar Allah'ıma üstün. Ben aklım hayran. Endi mushuni vücut keltirgan shoirlar rasmiy oliy maktabda o'qigan emas. Nazariyani tig'imi o'qimagan. Mushundaq turuqliq bular qandoq qilib bu obrazga murojaat qildi, qandoq qilib mushu obrazni har dog'iga yetkazib go'zal til bilan ifodalab beraldi deb hayron qilaman. Bu tadqiq qilish kerak. Endi yoshlardan umidim biri mashq dedim. Yana biri klassiklardan o'rganish, dunyodan o'rganish. Ben yazılgan nersem o, başka dünyada chet ellarda kim qandoq ifade degandan. Yana bir misol keltirib beraman. Masalan, O'rta Oziyada Zebuna Sabigin degan shoir bo'lgan, Nadira bo'lgan,
uvaysi bo'lgan. O'sha Nadira begimning anar. Mesela alma anar. Muşturqada yaşlağı muşu anarını mezmun bir koplet şiir yazıp bak dese bula anarının hasiyetini mezmununu qanchalik tushundu. 200 yıl, 300 yıl muqaddam aşı Nadira begim muşu anarını yazgan. Bu nima deydi o desa bu ne gümbez ki tunliki işigidin yok nişan. Qancha gülgün pak kızla menzil eylep durmakan. Tünlügün açıp ulanın halidin alsam haber, yüzüde perde dururlar, bağırkan. Bir feodallık cemiyetki azat hür bulmagan kızlarının takdiri. Bir anar. Bir tal anar. Biz hazır bunu bu kadar ifade bereleyimiz mi? Yok. Mümkün emas. Şunlaşka moşu kallını çık işletiş gerek. Onun için hazır ben yaşlarının şehirlerine pek yakşı görmem. Pek dikkat kılma. Hemsini okup ketkedek vakit yok. Lekin bazıları yakşı yazı atıdı. Ümit var. Endi yaşlarını terbiyelegende bu şairin terbiyelep çıkıl bulmaydı. Hazır terbiyeleyimiz deydi. Bu raz. Lekin terbiyelediğin adam şair olamdı başka gep. Bu tabii buladigan gep. Endi şair oluş için nima dese biri qondan keldi. Ata anadan, qondan, ajdoddan, erishiyatdan keldi. Şu bağımı yok. Bu hissiyat ne çıkarıp verdi. Şehir ameliyatda nait çonkur hissiyat. Adamların hissiyatı okşaş bulamdı, okşaş bulmaydı. Men okşaş bulamdı, okşaş bulmaydı. Mesela bazı yaşlar ahmakkanlık bilen mesela birisi bir zaman bir şey yazıp ben teyipçan'da ötüp gitmem dedi. 20 yıl öttü, 30 yıl öttü. Bıçakçılık ötüp gittiğin iş bu mu de? Ötemedi. Endi bu ahmakkanlık. Bu şehir icadiyeti de men palanda ötüp gitmem, mındak ötüp gitmem, onda ötüp gitmem deydiğin iş mevcut emas. Maksat mudda hata. Ötüp ketkil bulmaydı. Her kim osmanda kainatına açık yıldızlar var. Bir yıldız ikinci yıldızın ötüp gitmem demdi. Öz zayıf turudu. Yıldız bulalasa turudu. Yıldız bulamasa ahire diğer zamana düşüp gitti. Başında. Bu nemeden bu atıdı dese adamın meğesinden buldu. Teyip canının meğesi kaç gram, menin meğem kaç gram. Bunu oylaş gerek. Mesela nemişkanda desen dese Leylin aşağı 54 yaşıgıçılık 50 neçi ton kitap, tadqiqat, nazariya boyunca tomlarını yazıp etti. Ken Leylin vafat bolgandan keyin olimlar Leylinning meğesini ko'rgan. Odatki adamlarning meğesi qirg'in, Leylinning meğesi 100 gram cho'ng. Shundoq. Uningdan keyin men endi o'qituvchilik tajribamdan nes qilman. Menining ichilish vaqti o'xshash bo'lmaydi. Mesela Einstein cho'ng olma dunyoda nisbilik nazariyasini yaratgan. O'qigan vaqti bu qanday desa, sinfning ichida 4 erek bor. 4lik nima desa menga taga ichilmadi. Boshqa gap. O'qituvchi buni tasqaldi maktabdan chiqarib atganlar. Shuning bilan buningga o'quvchilarga bir narsa sanglar deydi. Bir shakil yig'ishdimi? Hammasi yasaydi, ularnikini ko'rib bo'ladi deydi. Einstein kelganda moshundaq bo'lmaydigan daraja yasamsan deb tanqid qiladi. Shuni gap qilmay ketdi, aytsa bir narsa akildi. Bu tig'im bo'lmabdi deydi o'qituvchisi. Degandan keyin adam samimiy qarang o'quvchi. Ma'lum tunanki yasig'ini bo'lmabdi ekan, bu rost. Ma uningdan sal yaxshiroq emasmi deydi.
Ma pozitsiya. Ma pozitsiya ma bu. Ha, o'zi qo'ygan talab, bu tirishyotdi bu endi. Shundoq, ani qabul qildi, ani o'zgartiman deyapti. Shundoq. Shunga bu shoir degan, aytsin mu degan boshqalar 1 million odamning ichidan biri chiqdi yo chiqmaydi. Hozir endi bu yerga jiq odam kirib oldi, yoshlardan. Bu nihoyat yaxshi bug'ini. Lekin mendan nima chiqdi? She'r chiqamdi, hikoya chiqamdi, bolalar adabiyot chiqamdi, drama chiqamdi, buni bilmaydi. Shundoq, shuni bilan nima ishga bunda da'vatsan desangiz, she'r chiqsa nihoyat yaxshi. 1 million odamning ichidan uzib chiqalsa yaxshi. Chiqamasa behuda urinish. Ömrünü zayi qilib o'tadi. Vaqtni zayi qilyotdi, meni zayi qilyotdi. Shundoq. Shunlashqa yoshlardan kutadigan umidim, yoshlar mendan nima chiqadi? Adabiyot qiziqqani nihoyat yaxshi. Men nima qila olayman? Shuni cho'qim o'ylash kerak. Undan keyin bu yerda eng chataq yeri xoslik. Xoslik. Bu uslub bu. Endi gapning rostini aytganda bir odamning uslub yaratishi osmonga shot qo'yib chiqaman degandan matas. Lekin tasliga tas. Mushu o'tgandan o'talisa, o haqiqiy tirishsan bo'ldi.